Assalomu alaykum aziz Daryo mehmonlari. Sizlarga taomnomamizda bor narsalarni yana bittasini ko'rsatmoqchimiz. Qanaqa tayyorlanishini olib kel. Yaqinroq olib kel, cho'chima bolam. Bu mana mol go'shtini kachalka joyi. Kachalkani o'zbekchasi nima deyiladi? O'shani shundan qiynalaman-da. Shirali joyida. Bu hammasi o'zlari mesni mollarni kachalkasi. Ko'ngilli to'qqa urib yurasizlar, birodarlar. Xo'sh, Mahmudga mana xudo xolasa tushonka tayyorlaymiz. Tushonkani o'zlari traditsiya bo'yicha o'zlarini bilganimizcha tayyorlaymiz. Pista yog' quydi. Pista yog'iga xudo xolasa mana dumba yog'ini omixta qilamiz. Azizlar, bu taomni hamma restoran har qanaqa o'zining uslubida tayyorlaydi. Bizning uslubimiz shu. Hech narsani bekitmasdan chiroyli qilib ko'rsatyapmiz. Yog'imiz omixta bo'ladi. Omixta shu dodalar o'rgatgan omixta yog' bo'ladi. To'yimli, mazali, kuch-quvvatga boy bo'ladi. Bu yerda mana 30 kilo, 30 kilo xudo xolasa tushonka qonuni bo'ldi. Bungaza kelinglar, taomlaninglar, shifo olib chiqib ketinglar. Daryo bu har doimgidek mazza.